Qadrdonlar, assalomu alaykum. Sadoqatga kelganmiz, ya'ni Sanjar Patrni oldida ro'parasidan metan traktorlar, ya'ni Nevmik, ya'ni oldingi traktorlarni yangilangani bo'ladi. Xudo xolasa bio traktorlar bo'ladi. 20 yil oldin kirib kelgan bio traktorlarning o'rniga o'shaning nomi o'zgargan. Hozir o'sha zavod to'xtaganda, hozir endi yangi nom bilan, Mik nomi bilan chiqyapti. Xo'p, bunisi ko'rib turganlar endi bitta obzor qilib beraman. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa mana 50 ot kuchli, ya'ni 504 Mik bo'ladi. Bunda ya'ni 50 ta ot kuchi bor. Oddiy motor hisoblanadi bu. Mana motorda olib keladigan bo'lsak, xo'p, gidravlika rul, antifriz radiator, oldida akkumulyatori, bundan tashqari turbo balonni tortadi. Oddiy apparat bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4 porshinli. Xudo xolasa oldilarida kompressorlari, hamma yo'llari joylashtirilgan bo'ladi. Bundan tashqari o'ng tarafida ko'rib turganlaringizdek, ya'ni massani o'chirib yoqadigan bo'ladi. Bu tomonda starter. Juda ham yaxshi. Bunda endi toshbaqa rejimlari bor, quyon rejimlari ham bor ekan. Ya'ni hamma rejimi bor. Orqalariga mana pritsep uchun, havoga, yog' uchun hammasi bor mana orqa tomonida. Model. 1 yil garantiyasi bor ekan, xudo xolasa juda ham yaxshi. Bemalol qo'rqmasdan olsalaring bo'laveradi. Bundan tashqari bunisi ya'ni parnida ishlaydigan akalar, parnisi bor akalar uchun bo'yi juda ham past ekan. Endi bu ham hozir misol o'ylab qarasalaring 50 tot kuchligi, to'ttasi. 50 tot kuchligi. Xo'p, bunisi sal kichikroq, lekin bunda ham 50 tot kuchi bor. Motori bir xil. Faqat kabinasi, ya'ni nimasi, ramasi sal cho'ktirilgan, shtobi parni ichi tor bo'lganligi uchun bemalol yursa bo'laveradi. Bunda ham xuddi o'sha motor joylashtirilgan, ya'ni engine motor deyiladi. Mana kompressor, 4 silindr 4 portion, juda ham yaxshi, oddiy apparat. Salarga tanlamaydi, xudo xolasa qo'rqmasdan olsalaringiz bo'laveradi. Qadrdonlar, bu tomonda mana o'zi buncha odam ham tushunib bo'ldi shekilli. Juda ham yaxshi, xudo xolasa qiziqqanlarga narxi bunisini akamizning nomerlarini ekranda qoldiraman. Telefon qilib bemalol yozinglar. Kommentariyaga yozsanglar, xudo xolasa javob berishar ekan. Xudo xolasa qadrdonlar, like bosib qo'ysangiz, qo'ldan kelgancha obzorni qilib berdim. Xudo xolasa mana bu tomonda bunisi 30 soat kuchligi, bunisi 50 soat kuchligi. Bundan tashqari ya'ni dori sepadiganini olib kelib berishar ekan. 1 tonnaligi, 1,5 tonnaligini olib kelib berishar ekan. Ya'ni o'tir burchak mo'rdaligi ham bor. Xuddi o'shani 304 40 soat kuchligi ham bor. Hozir 40 soat kuchligi batta yo'q, lekin olib kelib berishar ekan. Narigi bazalarda bor ekan. Bundan tashqari joylari Toshkentda ham bor ekan. Qolgan viloyat bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha 4 ta 5 ta joylari bor ekan. Xudo xolasa, aloqa qilsangiz bo'ladi. Mashinalardan ham bor ekan, mana ulardan, bunisidan, hammasidan bor. Turbo dvigatelligan, turbo motorliklari ham bor, hammasidan bor ekan. Kabinali, kabinasiz hammasidan bor ekan. Endi hozir hadovoya mashinasi yaxshi ketyapti ekan hozir. Kabinasiz. Nimaga? Bog'ni ichiga kirganda bemalol qo'rqmasdan kirib ketaverasiz. Endi shox-shabbalarga ilinmaydi. Juda ham yaxshi, xudo xolasa. Aloqa qilsalaringiz bo'laveradi. Kelmoqchi bo'lganlar, o'sha aytganimizdek, bu mana Namanganning kurugi. Ko'pchilik bilmas ekan, lekin bat Namanganga kiradi. To'g'riga Qo'qon, Farg'ona, chap qo'lga Namangan, o'ng qo'lga Xo'jand, Tojikistonga ketadi. Yo'q, metan ro'parasi. Bu tomon Sadoqatdan tushish. Ekranda nomerlarga aloqa qilsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa, qadrdonlar, bitta maksimalniy poddesh qilib like bosib qo'yinglar. Like pul olmaydi. Like bosib qo'ysalaring, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ishlab chiqarishlardan birinchilardan ko'rib borasizlar. Xudo xolasa, hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.